Mirzohid aka hozir keldim fermezga, eshitaydi. Yoshni keldim, azb edi, sezyapsizmi dedi. Mana aka sezaman desam. Hit yo'q dedi, haligi kuzda kelgan hitimiz yo'q dedi. Bo'lmasa kuzda salqin payti dedi. Ha, hit yo'q, sezasizmi? Haqiqatan dedim, hit paso dedim. Fermerga kelib ham hozir hitni unaqa sezmayapman. Hammasi shu ana o'zimiz berayotgan premiximizdan ekan. Bitta bazadan ekan. Sababi nima degan bo'lsa, hali ham aytdim sizga, даже ancha uchun qo'lamdan foydalanmay qo'ydim dedi. Bu yangi kelgan mollarni ham ko'rsatdim, hali ukol qildirmaganman. Ha, probiotikni to'g'ri boshlanish ishlab chiqarishimizda biz hozir 2 yil bo'lgan bo'lsa, qo'shmagandik. Biz xalqning talabidan kelib chiqib, og'riqli nuqtalarni o'rganib, ko'pchilik silos berishini, ichak faoliyatini ko'p buzilishlarini kuzatdik. Odamlar ko'p antibiotik beradi, iloji yo'q, chunki ichak faoliyati buziladi, ichi o'tib ketadi. Shularni deb to'xta, bunga nima qo'shsak bo'ladi, nima kuchaytirsak bo'ladi, ustini ishladik-da. Qani, ya'ni ichak mikroflorasini doimiy tonusda doimiy yaxshi faoliyat ushlab turish uchun probiotiklarni izlanishni boshladik. Probiotik qo'shdik, alohida berishni boshladik. Rezultatlarni laboratoriya qilib, u yog'ini xudo xolasa mollarda sinab, keyin boyitdik buni probiotikda va bunda L-karnitin degan narsa ham bor, jigar faoliyatlarini yaxshilaydi, qon mollarni suyultirib yaxshilab beradi, tozalab, yog'ni ancha parchalaydi. Bunda haligi zararli yog'larni parchalab, mushakni rivojlantiradi. Shu xususiyatlari ham bor bitta ba'zan. Endi yana bir narsa aka, ko'pchilik endi sizda ham balki bo'lgandir. Fermerlarimiz kelyapti, bersammi bo'ladi, bermasammi bo'ladi yoki bu ximikatmi yo bersammikin degan ikkilanishlar bo'lyapti-da. Yo'q, bu narsani aniq berish kerak. Sababi men muqim berib kelayotganligim uchun o'zimdan ham bilingan-da. Misol uchun mana shu kiyimda vaqt kelsa bir joyga borib bitta o'tirsak, oldinlar molxonadan kelyapsanmi deyishadi. Hozir shu narsalar pasayib ketgan. Plus mana mayta qaraydigan ukam bor, ukamdan so'rab turaman. Darsi chiqayotgan axlatini necha arava olib chiqyapsan? Ha, shu darajada e'tibor berib, sababi oldin necha arava olib chiqardik, hozir necha arava olib chiqyapmiz. Qancha hazm bo'lyapti bergan narsamiz. Hamma yo'g'ini o'lchovini o'lchab, hisob kitobini chiqardik, to'xtami bitta bazaga to'xtadik-da biz. Bir akamiz yana fermerlarni postoyan biz tanqid qilinglar, biz yo taklif bilintiringlar deymizda. Bir fermer akamiz orqali bu ham tavsiya qilgan ekan sherigiga. U savollar beryapti, u berishni boshlagan kutishdim, siyishi, axlat kamaydi, nimadan bo'ldi yo molda o'zi o'zgarish bo'ldi, yangi boqayotganlardan ekan, mashinamikin dedim, men aytdim, sinov uchun dedim, bir haftaga to'xtatsin dedim. Bir hafta 10 kunga premix to'xtatsin desam, to'xtatdi. Keyin yana o'zi aytdi, "Ha, shu premixdan ekan." Yo'q, foydasi o'zi katta. deb yana boshladi. Aytyapman, yangi kelganda biz nima qilardik? Ichi nima parazitga, usti parazitga deb ukol qilardik. U narsalar hozir qilmayapti. Lekin albatta hozir bitkanaga 10 kunda, bir hafta 10 kunda nima qilib, ya'ni 2 oy 3 oyda qurtiga qarshi ichilib turiladi. Ularni tavsiya qilamiz va albatta buni topib doimiy ravishda bizga murojaat qilib berishingizni tavsiya qilamiz. Albatta biz ham sizning chorvangizda, ya'ni natijani yaxshi bo'lishini tilakdoshimiz. Salomat bo'ling.